Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aytgan pulimni olib keldingmi? Ha, faqat yarmini topamadim. Qanat qilibsan ana? Qachongacha mana shunaqa yurmoqchisan? O'rtoqlarim tegida o'sha mashina, uyi, biznesi. Sanchi, sen nima qilib berding? Hammasini qiziqib bergan ularga. Sen $100 meni aldab qo'ymoqchisan. Qarot senga oxirgi gapim. Bundan buyog'iga oramiz ochiladi. Menga to'g'ri kelmaydi bu. Uydagilarim bankdan kredit olishmoqchi edi. Nechi pul? 1 milliard. Shunda men kredit bilan aldamoqchisan-da, to'g'rimi? Yo'q, pulni sizga berib, kreditni o'zimiz to'laymiz demoqchi edim. Bo'lmasa, men buni olib qo'y. O'y, shunaqa gaplaring bor ekan, vahiyro etmaysanmi shu gaplaringni? O'zingiz urishib tashladingiz-ku? Erkam seni erkalayim. Ochmagin